Salom do'stlar, sizlar bilan Gaming do'stlar. Men bugun Oniblockda yashab va joyimni kattalashtirmoqchiman. Siz agar qulay joylashib olgan bo'lsangiz, men videoni boshlayman. Aytgancha, siz obuna tugmasi va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Videoga like bosishni unutmang. Men videoga olmagandim va bu yerlarni ancha-buncha katta qilib, mana bu yerni ham qurib qo'ygandim. Shuning uchun biz yana kavlashda davom etamiz. Qani bo'lmasa kavlaymiz. Bizga ko'proq yog'och kerak. Mana yog'och ham chiqdi. Bizning boltamiz sinibdi. Hozir buni olib bolta yasashimiz kerak. Bo'ldi do'stlar, boltani ham yasadik. Bu yerdan boltani mana bu boltani olib olamiz. Ko'rib turganingizdek, bu Oniblock qayerda deb so'ramoqchi bo'lsanglar, Play Marketga Minecraft for Oniblock deb yozsalaring chiqadi va bemalol o'ynab yurishingiz mumkin. Biz hozir buni kavlab yog'och taxta chiqarishimiz kerak va bizga qo'y kerak, chunki u qo'yni junidan olib biz yotoq yasashimiz mumkin. Shuning uchun bizga hozir qo'y zarur. Do'stlar, agar siz bu videoga 15 ta like bossangiz, men buni ikkinchi qismini ham chiqaraman. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Meni videolarimni mana cho'chqa chiqdi. Mana endi ovqatni g'amini ham qilmasak bo'ladi. Hozir lapatam sinadi. Do'stlar, agar sizlar sakrab biror jonzotga ursangiz, uni jonini 2 baravar oladi. Chunki sakrab urganingizda mana 2 donada urasiz. Agar sakramay ursangiz 3 martada o'ldirasiz. Chan bo'lib qopti. Do'stlar, bilib turibman, hozir hamma videoga like bosmayapsiz. Nimaga like bosmayapsiz? Oddiy bitta 1 sekund ham ketmaydi like bosishga. Men uchinchi sanayman, sizlar like bosasizlar va obunacha tugmachisini bosib qo'yasizlar. 1 2 3 ana bosgan bo'lsangiz 1 sekund ham vaqt ketmadi. Bu Bedrock ham 20 sekundda yo'qolar ekan. Do'stlar, biz tezroq 50 ta obunachiga ega bo'lsak, biz jonli efir qilishimiz mumkin. Shuning uchun tezroq obunacha tugmasini bosib qo'ying. Ko'mir chiqdi. Biz endi bundan ko'mirdan chiroq yasab olsak bo'ladi. Yana bitta chiqdi. Do'stlar, sekin-sekin o'zi narsalar chiqib boradi. Toshlar, mana ko'rganingizdek, yana ko'mir chiqdi, endi tosh. Mana yog'och ham chiqib turadi ora-orada.
blokka yasaymiz. Mana do'stlar, endi bizning mayog'imiz ham bor. Bu yerlar yorug' turish kerak. Turli xil moblar ham chiqib qoladi sindirganimizda. Ko'ryapsizlar, sekin-sekin narsalar chiqishni boshlayapti. Rivojlanish uchun bu yetarli narsa. Mana yana ko'mir chiqdi. Bizga ko'proq tosh kerak, chunki toshdan ko'p qilich yoki kirka yasab olsak bo'ladi. Kirkani esa tezroq sindiradi. Bizga kirka uchun tayoqcha yetmayapti. Shuning uchun biz tayoqcha yasab olamiz. Niye tayoqcha olinmayapti? Negadir tayoqcha olinmayapti. Joyimiz yetmay qolibdi. Buni otib yuboramiz. Endi bizga bu kerak emas. Endi yasab olsak bo'ladi. Endi biz kirka yasaymiz. Chunki bu kirka tezroq sindirishga yordam beradi. Temir ham chiqdi. Bu yeguliklarni ham bu yoqqa olib qo'yamiz, chunki bizga bu hozir kerak emas. Do'stlar, sandiqqa ham solib oldik. Endi yana kavlashda davom etamiz. Do'stlar, bilib turibman, hali ham like bosmadingiz. Oramizda like bosmaganlar ham bor. Siz agar hozir ham like bosmagan bo'lsangiz, siz qanday odamsiz? Axir like bosish 1 sekund ham ketmaydi-ku. Obuna tugmasi va like bosganlar uchun katta rahmat. Obuna bosmaganlar uchun tez obuna va like tugmachasini bosib qo'yishlarini so'raymiz. Chunki biz tezroq 50 ta obunachiga ega bo'lishimiz kerak. Bizda hali 6 ta obunachimiz bor. Do'stlar, agar mana shu videoga 15 ta like yig'ilsa, sherigimni ham olib kirishga harakat qilaman. Shuning uchun tezroq 15 ta like va obuna tugmasini bosing. Mana kartoshka chiqdi, pishirilgan, ya'ni qilich ham chiqdi. Ularni yo'qqa olib qo'yamiz. Sandiqni yoniga qo'shib qo'yamiz, chunki sandiq kattayadi va biz uni ichiga ko'p narsa sola olamiz. Biz nimalarimizni solib qo'yishimiz mumkin? Bu urug'lar hozircha kerak emas.
va yanada ko'plashni davom etamiz. Toshlar ko'p chiqadi. Agar 10 blokni tortib o'ynamoqchi bo'lsangiz, 10 blokka kirganingizda u oltin chiqdi. Sizdan agar akkauntingiz, Facebook akkauntingiz ochilmagan bo'lsa, Facebook akkaunt so'raydi. Shuning uchun sizlardan Telegramga ochishni maslahat beraman. Chunki email orqali ko'p vaqtingizni talablaysiz. Shuning uchun nomer telefonlaringga oching. O'shanda sizga osonroq bo'ladi. Sherigimni olib kirishim uchun kommentariyaga ham yozib qoldiring. Olib kiraymi, olib kirmaymi? Shuni ham yozib qoldiring. Basharang yo'q. Yanada davom etamiz sindirishni. Bizga yana oltin yoki temir chiqib qolsa, mana aytganimdek moblar ham chiqib qoladi dedim-ku. Shuning uchun ehtiyot bo'lib kovlang. Ko'mir, tosh. Do'stlar, hozir kirkam sinadi va men buni hozir yangilab olaman. Singanicha kovlaymiz. Voy. Nega chiqmadi? Va sandiq chiqdi.